Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari 5-may kuni istiqbolli kadrlarni maqsadli tayyorlash va mutaxassislarning xorijda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlashga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda har bir sohani rivojlantirishda kadrlar masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarning o'qishi, mutaxassislarning tajriba oshirishi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Demak, shu maqsadda El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan 2225 nafar stipendiyatlar 45 ga yaqin davlatga o'qishga yuborilib, byudjetdan jami 1,5 trillion so'm yo'naltirildi. Hozirgacha ularning 1400 nafari O'zbekistonga qaytib, iqtisodiyot tarmoqlarida ta'lim, fan, tibbiyot va davlat boshqaruvida ishlamoqda. Bugungi kunda 748 nafar stipendiyatlar top 300 talikdagi nufuzli universitetlarda ta'lim olyapti. Endi bunday ishlar ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida, demak, mazkur fondni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi etib, Davlat boshqaruv akademiyasini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi etib qayta tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Ular davlat xizmatini rivojlantirish agentligi bilan birga kadrlar tayyorlash klasteriga aylantiriladi. Umuman mana shu jarayonlar haqida batafsil tushunchaga ega bo'lish maqsadida men tegishli tuzilmalarning rahbarlari bilan muloqot qilishni maqsad qildim. Muloqotimiz ishtirokchilari Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi departament mudiri Alisher Eranov, El-yurt umidi jamg'armasi ijrochi direktori Gulnoza Ismailova va Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi rektori Jasur Salihov. Muloqotimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Dastlabki savolimiz shunday ediki, biz yaxshi bilamiz iqtisodiy klasterlarni, o'sha paxta klasterlarini yaxshi bilamiz, sanoat klasterlarini yaxshi bilamiz. Endi kadrlar klasterini tayyorlash bu ibora bilan davlatimiz rahbari qanday bir islohotlarga bir yo'nalish bera olyapti? Avvalambor savolingiz uchun rahmat. Ya'ni birinchi navbatda mana klaster haqida aytdingiz. Iqtisodiy klaster o'zi maqsadi nima? Shundan boshlasak. Ya'ni muayyan bir xizmat yoki mahsulot yaratish uchun uni raqobatbardosh, bugungi kun talabiga javob beradigan qilish uchun mana shu sohaga mas'ul bo'lgan bir nechta korxonalar va subyektlar tomonidan uyg'unlikdagi harakat va harakat natijasida bir yagona bir raqobatbardosh mahsulot yaratish tushunamiz. Hurmatli prezidentimiz tomonidan, ya'ni bugungi kunda kadrlar klaster haqida gapirilganda aynan mana shu bugungi kun talablariga javob beradigan davlat xizmati shakllantirish, ya'ni yanada xalqchil, natijador, professional bo'lgan davlat xizmatini shakllantirishga mas'ul bo'lgan davlat tashkilotlari. Bu ya'ni davlat xizmatiga eng munosib jalb qilish, milliy kadrlar zaxirasini yuritish va samaradorlik boshqaruvini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan davlat xizmati rivojlantirish agentligi bugungi kun talabiga javob beradigan kadrlarni yetishtirish, ularni qayta tayyorlash, o'qitishga mas'ul bo'lgan davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi ma'nan yetuk, professionallik bilan bir qatorda bugungi zamonaviy texnologiyalarni o'zlashgan kadrlar haqida gapiryapmiz. Ya'ni chetda malakasini oshirgan, stajirovka o'tagan, rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini bu yerda tatbiq eta oladigan kadrlar. Ya'ni bunga mas'ul bo'lgan El-yurt umidi jamg'armasini yaxlit hamkorlik harakati. Prezidentimiz tomonidan imzolangan farmon talabiga ko'ra, mana shu 3 ta tashkilot endi Davlat xizmati rivojlantirish agentligi eng munosib kadrlarni jalb qilish bilan bir qatorda nimaga ehtiyoj bor bugungi kunda davlat xizmatiga? Rahbar kadrlarni nimaga o'qitish kerak? Nimaga qayta tayyorlashimiz kerak? Qanday muammolar bo'lyapti va qanday zamonaviy texnologiyalarni o'zlashish kerak? Raqobatbardosh bo'lish uchun, xalqning talabini qondirish uchun nimalar yetishmayapti? Aynan mana shu ehtiyojlarni o'rgangan holda Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi hamda El-yurt umidi jamg'armasiga asoslantirilgan talablarni, takliflarni taqdim etadi. Va mana shu ehtiyojdan kelib chiqib endi manzilli o'qitish va ularni manzilli stajirovkasini tashkil etish tizimi haqida gap ketyapti. Maqsad esa bitta. Mana shu davlat xizmatchilari yanada professional, yanada natijadorlikka oshish orqali xalqning roziligini ta'minlash. Ya'ni davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan bugungi talab xalqni talabiga javob bera oladigan davlat xizmatchilari korpusini shakllantirish bo'yicha 3 ta tashkilotning hamkorlikdagi faoliyati. Rahmat Alisher aka. Umuman mana shu istiqbolli kadrlarni maqsadli tayyorlash, qolaversa ularni xorijda ta'lim olishini tashkil qilish borasida davlatimiz rahbari ikkita muhim bir hujjatga imzo chekdilar. Kelinglar mana shu farmon bir mazmun mohiyatini, mana shu farmonga ehtiyojni tomoshabinlarimizga bir bosqichma-bosqich to'laqonli bir tushuntirib berishga harakat qilsak. Marhamat Gulnoza opa. Istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi oldida katta vazifalar qo'yildi. Aynan bugungi kunda professional, chuqur bilimga ega bo'lgan, vatanparvar, yurtparvar bo'lgan kadrlarni tarbiyalash va ularni xorijda o'qitish, turli sohalarda hozir bizda turli jabhalarda biz muhtoj bo'lgan alohida bir kadrlarga alohida e'tibor qaratilishi va shularni eng nufuzli universitetlarda o'qitib, ularni bilim ko'nikmalarini shakllantirib, shuningdek u bilimlarni keyinchalik bu turli sohalarda, STEM sohalari bo'ladimi, bu fan, texnologiya sohalari, bu iqtisodiyotni driver sohalari bo'ladimi, bu shaharsozlik, geodeziya, yer masalalari, kommunal
kommunal xizmatlar, qurilish masalalari yoki davlat boshqaruvi sohasimi yoki ijtimoiy soha, ya'ni tibbiyot sohasi bo'ladimi? Shu turli sohalarda bizning yosh kadrlarimiz aynan bu bilimlarni, ko'nikmalarni shakllantirgan holda o'sha El yurt umidi jamg'armasi, ya'ni prezidentimizni qo'llab-quvvatlovi asosida ularni shu o'quv dasturlari bo'yicha moliyalashtirishga ko'maklashish. Maqsadli stajirovkalar, ya'ni vazirliklar, idoralar, turli tashkilotlar, nufuzli oliy ta'lim muassasalari, ilmiy, tahliliy markazlarni xodimlarini 1 oydan 6 oygacha bo'lgan maqsadli stajirovkalarni ham tashkil etishga alohida urg'u qaratilyapti. Ya'ni bu yerda bilimidan tashqari ularda amaliy yangi ko'nikmalarni shakllantirish, yangi texnologiyalar, innovatsion g'oyalarni olib kelish va ularni singdirish. Nafaqat O'zbekiston yoshlarini qo'llab-quvvatlash, hattoki hozirgi kunda xorijiy yoshlarni bizning milliy universitetlarimizda ham o'qitishga sharoit yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz iqtidorli, turli davlatlarni yoshlarini bizdagi bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida turli yo'nalishlarda o'qishlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Farmon 7 ta yo'nalish va 35 ta vazifalardan iborat bo'ldi va har bir yo'nalish o'zida farmonning asosiy vazifalarini aks ettiradi. Birinchisi bu albatta faoliyatni samarali tashkil etish va tubdan transformatsiya qilish elementi. Ikkinchisi davlat xizmatchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va uchinchisi o'ylaymanki juda muhimi magistratura ta'lim dasturlarini joriy etish, tashkil etish va to'rtinchisi akademiyaning yanada ilmiy salohiyatini oshirish va xorijiy hamkorlikni yanada kuchaytirish. Strategik tahlil sohada kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va davlat organlar va tashkilotlarida tahliliy salohiyatni rivojlantirib borish chora-tadbirlar ham nazarda tutilgan ushbu farmonda. Vatanparvar, inson qadrini e'zozlaydigan, korrupsiyaga toqatsiz, halol, professional yangi avlod rahbar kadrlarini tayyorlash va ushbu tizimni takomillashtirishda ularni tarmoq va sohalar uchun qayta tayyorlash va malakasini oshirish va shuningdek mazkur sohada samarali ilmiy innovatsion tadqiqotlar olib borish tartiblarini yaxshilashdan iboratdir. Farmonda asosiy vazifalar belgilab berilgan. Bu davlat boshqaruvi sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish va albatta zamonaviy rahbarning zamonaviy qiyofasini shakllantirish va milliy modelini yaratish. Boshqaruv kadrlarini tanlash tartibi, rivojlantirish, xizmatda ilgarilashning yaxlit va ochiq tizimini shakllantirish, ilg'or xorijiy tajriba va zamonaviy texnologiyalar asosida joriy etish orqali kadrlarni tayyorlash va jarayonlarni sifatini ham tubdan takomillashtirish. Iqtidorli mutaxassislarni davlat xizmatlariga belgilangan manzilli dasturlar asosida maqsadli jalb etish uchun prezident huzuridagi davlat boshqaruv akademiyasini davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi sifatida qayta tashkil etish orqali uni milliy va xalqaro darajada tan olinadigan ilmiy va amaliy bilimlar markaziga aylantirish. Mulloz opa, keling mana shu jamg'arma haqidagi bir fikrlarimizni davom ettiradigan bo'lsak, bu jamg'arma qanday bir dasturlarni moliyalashtirish ko'zda tutilyapti? Bu moliyalashtirish orqali nimalarga erisha olamiz? Birinchidan turli sohalarga kadrlarni yetishtirishda mana klaster dedik, davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi tomonidan davlatda turli organlardan, vazirlik idoralaridan buyurtmalar shakllantirib boriladi. Biz qaysi sohalarda mutaxassislarga muhtojmiz? Qaysi sohalarda biz chet eli tajribasini ishlatsak, bu sohada yanada bir rivojlanishga olib chiqadi. Va shu buyurtmalar asosida biz demak turli bu bakalavr yo'nalishida, magistraturada va doktoranturada o'qitish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuningdek, mana biz yuqorida aytib o'tganimizdek, bu alohida davlat xizmatchilarini va oliy ta'lim muassasalarini, ilmiy tadqiqot markazlarini, tahliliy markazlarining xodimlarini ham maqsadli stajirovkaga, ya'ni bu ham buyurtmalar asosida bizdagi bo'layotgan ehtiyoj nuqtai nazaridan, ularni qoplash nuqtai nazaridan shu turli dasturlarda o'qitishga imkoniyati yaratilyapti. Va turli yo'nalishlarda o'zlarining yosh chegaralarini ham belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Bakalavrda bu stipendiantlar 30 yoshgacha, magistraturada bu 40 yoshgacha
va doktoranturada 45 yoshgacha bo'lgan kadrlarimiz hujjatlarini topshirib, dasturlarda ishtirok etish imkoniyatlari yaratilyapti. Bularning hammasi xalqaro tajribadan, O'zbekistondagi bo'lgan o'zining ehtiyojlaridan, kadrlar bilan bo'lgan faoliyatdagi kelib chiqqan tajribadan shakllantirilganligini ko'rishimiz mumkin. El yurt umidi jamg'armasi mablag'lari hisobidan bakalavr, magistratura va doktorantura dasturlari asosida barcha xarajatlarning qoplanishi va bundan buyon O'zbekiston Respublikasi Prezidenti el yurt umidi stipendiyasi joriy etilishi ham alohida aytib o'tish lozim. Bu xarajatlarga tuition fee, o'qishni qoplaydigan xarajatlar, bu yashash xarajatlari, bu tibbiy страховка xarajatlari, bu hattoki kitoblarni sotib olishgacha bo'lgan xarajatlar hamda borish kelish va yashash uchun barcha sharoitlar qoplanishi nazarda tutilgan. Shu o'rinda bir savol yo'naltirmoqchi edimki, yaqingacha o'sha stajirovka dasturini moliyalashtirish haqida men ko'zim tushmaganda, eshitmagandim. Endi mana shu hujjat bilan stajirovka dasturlarini moliyalashtirish ko'zda tutilyapti ekan. Bundan kimlar foydalanishlari mumkin? Avvalgi el yurt umid jamg'armasida asosiy urg'u, ya'ni bu bakalavr, magistratura dasturlariga berilar edi. Ya'ni asosiy moliyalashtirish faqatgina shu yo'nalishda. Endilikda mana shu transformatsiyaning asosiy o'zgarishlaridan bittasi ham, ya'ni mohiyatidan bittasi bu davlat xizmatchilarini 1 oydan 6 oygacha bo'lgan maqsadli stajirovkasi. Mana shu maqsadli degan joyga alohida urg'u bermoqchimiz. Hozirgacha juda ko'p xizmat safarlari bor. Boradi, keladi. Buni nima farqi bor maqsadli stajirovka? Maqsadli stajirovka aynan O'zbekiston Respublikasi uchun foyda keltiradigan iqtisodiyotda driver sohalari. Bu energetika, qurilish, qishloq xo'jaligi deymizmi yoki bo'lmasam alohida ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy sohalar, ta'lim, sog'liqni saqlash. Mana shu sohadagi mutaxassislarni zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishi va qaytib kelib O'zbekistonda uni tatbiq etish orqali bir necha barobar iqtisodiyotga foyda keltirish haqida gap ketyapti. Buni ham mexanizm bilan berilyaptiki, avvallari bular shunchaki o'zi vazirlik idoradan masalan o'zi hujjat topshirgan bo'lsa, endi maqsadli, manzilli ravishda Davlat xizmati rivojlanish agentligi tomonidan davlat xizmati sohasidagi ehtiyojlar o'rganiladi. Iqtisodiyot strategik yo'nalishlar bo'yicha ehtiyojlar o'rganib, qaysi sohada bizda ehtiyoj bor, davlat xizmatchilarini aynan stajirovkasini tashkil etish va qayerda tashkil etish bu stajirovkani va kimlarni yuborish. Bu aytaylik qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha endi huquqshunos ketmaydi. Aynan qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha mana shu ishni qiladigan mutaxassisni yuborish bo'yicha talabnoma beriladi. Va bu nima uchun bunaqa talabnoma beriladi? Ertaga mana shu stajirovka dasturi moliyalashtirilgan mutaxassis qaytib kelib kamida 2 yil davlat xizmatida ishlab berish majburiyati birinchi navbatda. Ikkinchidan u qaytib kelgandan keyin aniq mana shu o'rganib kelgan soha yo'nalishi bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar, ya'ni KPI belgilanadi. Mana shu KPI ko'rsatish orqali bu kelib qanchalik natijadorligi oshdi. Mana shu o'rganib kelgan zamonaviy bilimlarni amaliyotga qanchalik tatbiq eta oldi va qanchalik samara beryapti. Aynan bu narsa elektron platforma orqali Davlat xizmati rivojlanish agentligi va El yurt umidi jamg'armasi tomonidan doimiy monitoring qilib boriladi. Ya'ni bu mutaxassislarni birinchi navbatda to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish imkonini beradi. Manzilli. Ikkinchidan maqsadli bo'lishini ta'minlaydi. Shu orqali eng asosiy maqsad davlat xizmatchilarini yanada samaraliroq, yanada natijadorroq xizmat ko'rsatishga yo'naltiradi. Bizga mana shu katta bir tayanch muassasada muloqotimizni yozmayapmizki, Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasining rektori sifatida bir mehnat faoliyatingizda mana shu islohotlarni nimadan boshladingiz? Xalqarolashtirish deganimizda birinchi navbatda bu Singapurda mashhur bo'lgan Lee Kuan Yew maktabidan boshladik. Ularga hozir maktublar tayyorlayapmiz va hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha biz o'z takliflarimiz ham bo'lishmoqchimiz ular bilan va bundan tashqari mana Bavariya maktablar, hokimlar maktabi bilasizlar, u ham dastur yo'lga qo'yilgan va mana 18-mayda biz yuqori martabali mehmonlarni kutmoqdamiz. O'quv dasturlarini ichidan, tubdan takomillashtiramiz degan maqsadda o'rganyapmiz. Komponentlarni nimadan iborat bo'lishi kerakligini alohida e'tibor bergan holda konkret amaliy loyihalar, muammolardan boshlamoqchimiz va 6 oygacha bo'lgan qayta tayyorlash kurslarimizda rahbarlarimiz amaliy yechimlar bilan, ssenariylar bilan kelishlari kerak va o'z izlanishlar, natijalar bilan bo'lishgan holda albatta ularni himoya qilish kerak. Bundan tashqari, mana ilmiy tahlil, tadqiqotlar asosida davlat boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash hamda ustuvor vazifalardan biridir va xususan doktorantura dasturi haqida aytib o'tmoqchi edim, chunki doktorantura dasturi ham xalqaro darajadagi standartlarga to'liq javob bera olishi kerak va
uni obro'sini oshirish ham ustuvor vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Raqamli transformatsiya, bu raqamli akademiya dasturi ustida ishlash, o'ylaymanki, bu juda zamonaviy, tubdan yangi dastur bo'ladi va barcha tinglovchilarimizni o'quv davomidagi samaradorligini biz raqamli texnologiyalar orqali biz monitoring qila olamiz. Albatta, bu jarayonlarni biz jaddallashtiramiz. Sun'iy intellekt, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim tadqiqotda keng qo'llash bu rejalarimizdan eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Eng rivojlangan o'sha top yuqori darajadagi oliy o'quv yurtlarini filiallarini O'zbekistonga olib kelish masalasida ham sizning jamg'armangizga bir qator vazifalar yuklangan. Mana shu vazifalarni qanday bir bajarishga chog'lanyapsiz? Biz dunyo tajribasini o'rgandik va hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlar ham, umuman olganda bir qator mamlakatlar o'zining hududida eng nufuzli universitetlarni ham kampuslarini ochib borishyapti, ham qo'shma dasturlar. Umuman olganda buni orqasidan bizning oliy ta'lim muassasalarimiz misol uchun bir ikkita stipendiyantni u yerdagi bo'lgan universitetlarda o'qitish uchun emas, bu yerdagi qamrovni kengaytirishga imkoniyat yaratadi. Bu qo'shma dasturlar asosida biz nufuzli oliy ta'lim muassasalarimizga ularni amalga oshirish, ularga moliyalashtirishga ko'maklashish va nufuzli bo'lgan universitetlarni standartlarini olib kelish, xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish, u dasturlarni bu yerda o'qitish va bizning yoshlarimizni qamrovni kengaytirgan holda aynan shu qo'shma dasturlardagi bo'lgan bu magistratura yo'nalishi bo'lishi mumkin. Bu umuman olganda yangi universitet bu yerda joriy etilishi nuqtai nazaridan bunga El-yurt umidi jamg'armasi har tomonlama moliyalashtirishga, akkreditatsiyadan o'tkazishga va bu standartlarga rioya etishga yordam beradi. Jasur Shavkatovich, men sizga ko'pchilik uchun bir muhim bo'lgan bir savolni yo'naltirmoqchiman. Magistratura dasturi uchun qabul qanday kechadi? Bu qabul qay tartibda bir belgilanyapti? Bular haqida ham batafsilroq tushuncha bersangiz. Bilaman, bu juda ko'plarni qiziqtiradigan savol. Aynan bu akademik o'quv yili uchun 3 ta demak magistratura dasturlarini joriy etishni nazarda tutganmiz. Bu hududlarni kompleks rivojlantirish, davlat boshqaruvi, inson resurslarini rivojlantirish, ushbu 3 ta yo'nalish bo'yicha demak ishlar amalga oshiriladi. 2026-2027 akademik yildan boshlab davlat siyosati va davlat moliyasini boshqaruv magistraturasi demak joriy etiladi. Nomzodlikka davlat organlari, tashkilotlarning rahbarlarining tavsiyaga binoan qabul qilinadi. 150 ta o'ringa kvota ajratilmoqda. Va nomzod oliy ma'lumotli, 2 yil boshqaruv lavozimlarida ish tajribaga ega bo'lishi lozim va qoida tariqasida milliy kadrlar zaxirasiga kiritilgan davlat xizmatchilari hamda fuqarolik jamiyat institutlari, tadbirkorlik subyektlari xodimlari orasidan tanlov o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Davlat buyurtmasi bo'yicha o'qitish davlat granti va to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi. Tavsiya etilgan nomzodlar Argos tomonidan dastlabki tarzda saralanadi va kvota bo'yicha har bir o'ringa kamida 5 nafardan nomzodlar ro'yxati akademiyaga yuboriladi. Akademiya tomonidan nomzodlar mutaxassislik fanlari va chet tili bo'yicha test sinovlaridan o'tish lozim bo'ladi va vazirlik va idoralar, jamoat tashkilotlari, yetakchi professor o'qituvchilar va mustaqil ekspertlardan iborat bo'lgan tanlov komissiyasidan demak suhbatidan o'tkaziladi. Suhbat davomida nomzodlarning iqtisodiyot sohadagi bilimlari, huquqiy savodxonligi, shuningdek boshqaruv, liderlik qobiliyati xususiyatlari, jamoa bilan ishlash, strategik tahliliy fikrlash qobiliyatlari, umuman aytganida moslashuvchanligi, tashabbuskorligi va innovatsion yondashuvlari baholanadi. Bundan tashqari loyihaviy boshqaruv, notiqlik mahorati bo'yicha ko'nikmalari va salohiyati albatta alohida baholanadi. Test natijalariga ko'ra eng yuqori ball olgan nomzodlar davlat granti hamda akademiya vasiylik kengashi tomonidan belgilangan kvota doirasida to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi. Endi bundan tashqari kelajakda aynan xalqarolashtirish uchun zarur bo'lgan mezonlar ishlab chiqilmoqda va unda o'sha ingliz tili bilimi xalqaro standartlar bo'yicha baholanishi mumkin. Bu haqda biz alohida qo'shimcha ma'lumot beramiz. Magistraturada avvalgi davlat boshqaruv akademiyasidagi qabuldan nima jihatlari o'zgaryapti? Ya'ni aynan bu transformatsiya o'zgarish deyapmiz. Bunda birinchi navbatda avvallari masalan
ko'pincha boshqaruv lavozimida ishlayotgan mutaxassislar ham kelib qolardi. Ular muayyan bitta rahbarlik lavozimiga zaxirada turibdimi, yo'qmi, bu asosiy mezon emasdi. Mana shu endi hurmatli prezident farmonlarida alohida talab qo'yilyaptiki, birinchi navbatda mana shu qoida tariqasida milliy kadrlar zaxirasidan bo'lsin. Albatta yoki vazirlik idorani birinchi rahbarlar tomonidan tavsiya etiladi ular. Agentlik tomonidan dastlabki o'rganib saralanadi va mana shu saralanish bosqichida Davlat siyosat va boshqaruv akademiyasining asosiy maqsadi, ya'ni rahbar kadr yetishtirish. Ertaga davlat muayyan unga resurs sarflayapti, vaqt sarflayapti. Mana shundan keyin u bitiruvchi muayyan bir rahbarlik lavozimida u yoki bu samarali faoliyatni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Aynan shu maqsadda milliy zaxiradan deyilganini urg'u berilishi shu jihati alohida e'tiborli. Va bundan tashqari bu yerda muvaffaqiyatli o'qishni tamomlaganlar prezident administratsiyasi tomonidan lavozimlarga taqsimlanadi va yuqori ballar bilan bitirganlar qoida tariqasida albatta yuqori pog'ona lavozimlarga tayinlanishi shart. Va bu jarayonlar ularning karyeraviy o'sishi, lavozim va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi jarayonlari Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan monitoring qilib boriladi. Ya'ni magistraturaga ham endi davlat buyurtmasi bo'yicha bu aytaylik ertaga mana shu davlat boshqaruvini u yoki bu sohasini torta oladigan davlat xizmatchisi bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi yoki fuqarolik jamiyati instituti vakili bo'ladimi? Albatta bu rahbarlikka birinchi navbatda tayyorlanayotgan odam bo'lishi kerak. Mana shuni xohlayotgan, ertaga muayyan bitta sohani tortaman va xizmat qilaman degan asosiy odam bo'lishi kerak. Va biz saralashda shunga Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi ko'makchi vazifasini bajaramiz. Ya'ni ular oldin to'g'ridan to'g'ri qabul qilishda har xil keladi. Endi bularga birinchi, ya'ni saralash filtrdan eng saralari, ya'ni zaxiraga o'zi olishda saralab olinadi va zaxiraning ichidan ham eng yaxshilarini berishni maqsad qilingan bu farmon talabi bilan. Bashiraga rahmat katta. Bugungi muloqotimizni menimcha ko'p ota-onalar kuzatyapti-da. Jamg'arma huzurida ota-onalar kengashining bir ta'sis etilayotganligi, qanday bir muhim rol o'ynaydi? Bu qanday bir vazifa qo'yilyapti bu kengashga? Bu yerda ota-onalar o'zlarining farzandlari chet eldagi o'qishini monitoring qilib borish, ularni muvaffaqiyatlarini kuzatib borish, ularni o'sha yagona platformada barcha bo'lgan jarayonlardan doim xabardor bo'lishi va bu jarayonlarga ota-onalarni jalb etish va qabul qilinadigan qarorlar, umuman olganda barcha nizomlar, barcha talablarni doimiy ravishda ota-onalar bilan muloqotda bo'lishda aynan stipendiantlarni hayoti bo'yicha xabardor qilib borish kabi bir yangi jihatlari kirib boryapti. Dunyodagi bo'layotgan keskin jarayonlarda aynan bizning yoshlarimiz turli xavf-xatarlardan oldini olishdi. Bu yerda albatta ota-onalarning yordami, keyinchalik bu bilimlarni bu yerda joriy eta olish uchun albatta bu birgalikdagi bo'lgan faoliyatimiz, hurmatli prezidentimiz tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, ularni kadr qilib yetishtirish uchun ketayotgan mablag'larni mas'uliyatini tushuntira olish uchun aylar bu yerdagi bo'lgan ota-onalarni ham birgalikdagi vazifalarni belgilanishini men o'ylaymanki, bu juda ham samarali bir tizimni shakllantiradi. Yuqorida Gulnoza Saidganaxo'jayevning fikrlarini davom ettirgan holda bir narsani alohida aytishim kerak. Ya'ni mana shu El-yurt umid jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish bo'yicha farmonda bir jihatga muhim ahamiyat berilgan. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda malakali, iqtidorli yoshlarni o'qishdan boshqa har qanday byurokratik jarayonlardan ozod qilish va ularni xavfsizlikni ta'minlash. Ya'ni bu ota-onalar kengashini joriy qilishdan boshqa ularning ana shu xavfsizligi va boshqa jarayonlarga chalg'imasligi birinchi navbatda uni ta'minlash bo'ladigan bo'lsa, shu bilan birgalikda farmon talabini alohida belgilanyaptiki, avval bakalavrga topshirgan 17 yoshli bola ketishidan oldin muayyan bitta tashkilotdan kafolat xati olib kelib berish kerak bo'lardi. Ya'ni men shu bola bitirib kelgandan keyin shu bolani ishga qabul qilaman degan. Endi o'zi 17 yosh bola, 16 yosh, ba'zisi 18 yoshda. Ota-onasi yo'q, tanish bor yo'q. Qayerdan u kafolat xati oladi? Qaysi ish yuruvchini taniydi? Ya'ni borsa, ko'p holatda mana shunaqa muammolarga duch keldikki, bu iqtidorli bola iqtisodiyot yo'nalishi bilan o'qigan yoki bo'lmasam u pedagogik universitet yoki qaysidir institutdan o'qigan joydan olgan. Va qaytib kelgandan keyin aynan ishlab berish majburiyatini ham mana shu muassasalarda o'tashga to'g'ri kelyapti. Ya'ni u qaytib kelgan qaysi sohada ko'proq natija berishi emas, balkim qaysi soha bilan shartnoma qilgandi, kafolat ta'tini kim bergandi, mana shu joyga kelib ishlashi talab qilinyapti. Endi mana shu byurokrat jarayonlardan ozod etish maqsadida mana shu bakalavrda El-yurt umid jamg'armasi stipendiyasini yutgan bolalarga kafolat xatini Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan markazlashtirilgan tartibda beriladi va ular o'qishni muvaffaqiyatli tamomlab qaytgandan so'ng yana ish qidirib, kimga borsammikin, ish buyurishni olarmikin degan masalani o'ylamaydi. Qaysi yo'nalish bo'yicha o'qidi? Qaysi tomoni kuchli jihatini nima narsa o'rganib keldi va davlat xizmati va davlat boshqaruvini iqtisodiyot qaysi sohasida ko'proq samara beradi bu kadr. Ya'ni ana shu joyga tanlovsiz ishga qabul qilinadi Davlat xizmati rivojlantirish agentligining yo'llanmasiga asosan. Bitta narsani yaxshi tushunishimiz kerak. Bu oddiy stipendiya emas. Bu
jamg'arma stipendiyasi deganimizda endi mani shaxsiy fikrim bu kelajak liderlari uchun ajratilayotgan jamg'arma fondlari va bunda barcha ishtirokchilarning roli katta. Ota-onaning rolida to'xtaladigan bo'lsak, ular ham psixologik jihatdan ham shu o'quv davomida bo'lgan har xil qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Bu jihatdan ham jamg'arma bilan birgalikda va kerak bo'lsa akademiyada qo'llab-quvvatlash mexanizmlari qanday bo'lishi kerak, qanday yondashuvda tayyor bo'lishimiz kerak ota-ona sifatida, qanday qiyinchiliklar ertaga bo'ladi o'quv jarayonida degan savollarga birgalikda javob bera olishimiz kerak. Ota-onalar o'zini ham rolini, ham mas'uliyatini yaxshi anglashga imkoniyat beradi va kelajak liderlarni tarbiyalashda katta ko'mak bo'ladi deb hisoblayman. Bugungi muloqotimiz yangi O'zbekistonning mustahkam bir poydevorini yaratadigan 3-renessansning bir tamal toshini qo'yadigan bir kadrlar salohiyatini bosqichma-bosqich tayyorlash jarayonlarini har bir elementlariga bir chuqurroq to'xtalishga harakat qildik. O'ylaymizki, mana shu jarayonlarni amalga oshirish O'zbekistonda dunyo hamjamiyatidagi imijini oshirishga, aynan maqsadlarimizga bir mustahkam erishishda juda katta bir dasturlamal bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Voqealar rivojini bizda tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.